Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun navbatdagi yana ko'mirlar qatib o'tirgan xonadonga yetib keldik. Bu obyektimiz Shovot tumani, Maqombo'lik shahrida qaysi mahallada? Oqqo'l mahallasida joylashgan. Xudo xolasa mana ustalarimiz o'zining ishini tugatib, a'lo darajada xudo xolasa kecha qizdirib berdilar. Gördingiz ben meni qizimni? Rahmat sizlarga katta. Xudo xolasa buni qo'ldan kelincha bir qator obzorlarni ko'rsatib o'tamiz. Sizlarning agar ko'ngilingizda nima bo'ladigan bo'lsa, ayting agar. Yo'q, yaxshi, xudoga shukr. Gördingizmi? Bir kishim bilan qizda ham mer qizda ayting bu. Berekatli. Agar chala qilganlar bo'lsa, aytsangiz mabodo shu bir yil mobaynida aytsangiz, kelgan kunini qilib beramiz. Kattadan katta rahmat. Rahmat. Quronboya, Olimbaga. Olimbaga ustalar. Ustoza. Siz o'zi bu ustalarni Ustalar yaxshi puxta ishlaydi ekan. nereda ko'rdingiz bu ustalarni? Necha topdingiz masalan bizdan? Necha Shu To'ravoy orqali topdik. yo'q, Quronboyam uyda ishladimi? Quronboy ham Quronboy aka sizlarni qudamiz bo'ladi. Jasurlarning uyida ishlagan ekan, shuni aytdi Quronboyga. Shunda yaxshi ustalar dedi, shuni ko'p narsa yaxshi chiqdi dedi. Quronboy akam o'zi sinovda o'tirib ko'rsatasiz. Quronboy akam o'zini nima bo'lgan? Quronboy akam o'zi ham sho'rdayina. Xudo xolasa siz o'tgan zaman sizga bo'lib berdik. Undan oldingi o'g'lingizga bo'ldik, to'g'rimi? O'g'lingizga sinovda o'tdi, xudo xolasa. Sinovda o'tgandan keyin o'zingiz qildirasiz, Xudoga maslahat berdingiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha obzor etib o'tamiz. Xudo xolasa nechalik turba bilan o'tadi, necha tochka bo'ldi. Tochkasi 400 ming so'mdan 10 tochka 4 million pul bo'ldi. Necha so'm bo'ldi turbalari hammasini bir qator tushuntirib o'tamiz yana. Bu yerga 20 dona batara qo'yildi. Bir donani ikkiga bo'lgan ekan. Gedalan bo'lgan ekan, shuning uchun bu yerga ko'proq qo'yildi. Ham sovuq kelishi mumkin-da. Ne bo'lgani uchun bu o'ldirib qo'yish uchun ko'proq qo'ydik-da bu yerga. Araya qo'yishning iloji bo'lmadi. Keyinchalik aran tarafga G tarafning donani o'zim qo'yaman deb tutdi-da. Yana obratga podacha turbalarni chiqarib berdik, plastikni alyumin ulab o'zingiz qo'yib berasiz, usta shaydan endi-da mana. O'zi tayyor beramiz. Ko'mirni shunda nafas ololmay o'ladi edim. Ko'pkam qisibdim, yaxshi yana ajoyib bo'ldi. Kattadan katta rahmat. Shunda yoqtaq ustalar ishi. Allohim yaxshi ekan. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Evet, yapkamlar ham, og'ayni do'g'onlarim ham shularga qo'ydirjaq sizlar. O'zi ko'p odam chiqib turibdi bizlar bilan. Telefonimni naqamlada men oqsham aytdim yaxshi dedim. Dim yaxshi. Rahmat, aytganingizga. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ishlab beraveramiz. Esa men buni birinchidan ko'rsatib o'taman buni. Yana bu yerda birinchi tochkasi, birinchi tochkada ikkinchi tochkada qaytib o'tishlarimiz. Birinchi tochkasi donani 20 donasi qo'yildi. Yana amerikankali ratel kran bilan ishlandi, audio kran bilan yana. Bizda ochib bilsangiz ham, chamada ochib bilsangiz ham bozonga yana. Xudo xolasa ko'p yillar xizmat qiladi. Yana shu amerikankali latoning kran bilan ishlandi. Endi 20 lik turbalar, rossiyskiy turba, yuqoridagi turbalari 32 lik turbalari, Tavstasteni 2,5 tengali O'zbekiston turbasi. Qalinligi rossiyskiy turbalar pashti deng bo'ladi. Rossiyskiy turba 2,8 bo'ladi, motorga 2,5 bo'ladi. Yana bular rossiyskiy turbalar ekan. Ishqilib, rossiyskiydan kam emas, taqalgan şey zammasi. Buni metri 32 ga 30 ming so'm, buni metriga 25 ming so'm. Bu birinchi tochkasi, unda yana ikkinchi tochkasi. Bir qism odam bilan qizdi ham. Yana bu ikkinchi tochkasi bu yerga 7 dona qo'yildi, ham mera shu amerikanka kran bilan ishlandi. Bu yerda ta'mirda ham qizadi. Bu ta'miri, unda yana bir xonasi. Birinchi tochkasi. Yana bu kuxna. Tamam, bir kuxnasini bu ham 8 ga qo'yildi. Mana shu raqam kran bilan ishlandi. Yana shu o'tishlari. Men bu joyga ko'rsatdim. Sushuk ham qo'yildi-da bu yerga. Shu bolasini ham ko'rsatdim. Legenlarni maqtab. Shuni taslanma yaxshilab ko'rsatdim shunlar. Ya bonining ijoyat etib qo'ydilar. Mana yana 304 ta ham nirjoyga qo'yildi-da bu yerga. Nirjoyga 2 xil bo'ladi. 204. Bu pishovoy komand qilisidan zanglamaydi, inabam zanglamaydi. Umuman demir ishlatilmadi-da, shu inablaniga, waterproniga beram zanglamaya. Pasida 32 lik turba, alyumin ichida alyumin turbalar bor. Buni 1 metr 40 ming so'm, 32 lik turbaniki. Bu aziyaplar waterpro emas, ichida ne o'tganda, mana waterproni alyumin qilisi. Shuning uchun komandalar bu yerda zanglamasin deb sho'rini plastikdan ishlab berdik-da. Suv tushadi-da, baribir zanglash ehtimoli kuchli bo'ladi. Shuning uchun buni umuman demir gezmadik kerak. Yaxshi bo'ldi. Zanglamaydi-da. Yana bu asli birinchi tochka bo'ladi, birinchi xona bo'yicha. Ham bu bu yoqdan xona bormi, bu yoqdan xona, bu yoqdan ko'rib bir tomon chiqdi. Beringiz nima qiladi?
Hem birinci toşka azırak koyuldu da böyle. Beri onlara koyuldu. Bazı 4. batarya oldu. Doğru mu? 4. bataryanın gördük. Hazır 1, 2, 3, 4, 5. bataryası da bu. Mana bu işlerden aşağıdan tuttu. Bu bir tane gitken var o. Bu tamir tarafıydı. Bunu başka ilacı bulmadı ama arayandan ötüreden olacak. Arayandan buzlaşma mümkün oldu. Çünkü bunun içinde de içerisel nereye kod çıktı da onu tabi guru bir kod çıktı da. Arayanda gezi doğrak kalamıyor. Koyduk koymuyor. Bir yanda yine bir bataryası. Bu altıncısı var mı? Sen daha farklı gözünü verersin. Yok artık şeylerden göstersen, döşemişlerden göstersen ya, aboy götürülmeyen cayla. Aboyunu buz mu ötürdüler mi? Kulak alırsan. Ama buzunu ötürdüler Allah. Ya bu 6. bataryasıyla bir an 12 koydu okşu lan. 12 koydu okşu. 6. bataryası ödenişleri. Keyin ben bamina 3 tomondan ne bilen o'ralgan bunu uy bilan xona bilan o'ralgan bir tomondan chiqdi ama ochiq tomondan o'zi quyosh tushadi. Beradan bo'ladi. Beringizam normalni kiradi. Bu oxirgi xonalar qiyin bo'ladi. Chunki ben arka tarafdan keladi sovuq. Shuni ko'proq qo'yish kerak. Mana ko'proq qo'yildi. Bu joydan chiqarib kullangan ko'rsatib beradi. Ertaga kelajakda bilmanda tutdi. Keyinchalik o'zlari plastik bilan yuqoriga rezva qo'yib berdik mufti bilan. O'zlari yozdirib olib, so'ndirib yigib, yana qaysidir bilaman. O'shara alyuminli plastik turib o'ylab bersangiz, o'zlari bolalar o'zlari o'ylab biladi, tamom, shart emas. Ha, ulardan ikkisi qo'ydi, ha. Ulardan ikkalishi mumkin, ha, to'rtdan. Ha, o'shan to'rtdan ikkisi chiqarib beradi, apparatga patachasi. O'zlari qo'yib berishi mumkin-da, hozir shu yoqda ham yetgani shu dedi-da. Keyin bu yana 7. bataryasi bu. 7. bataryasi bu oxirida bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 danasi qo'yildi. 8 danasi. Keyin bu oxirgi tochkasi yana bir xona bor. Siz buni qizg'anni ko'rdingizmi? Yo'q edi. Ha, berdim. Hava, aslında odam bilen yükledi lekin yaxshi qizim. Sen benimle teşrif almazsan bizi. Bu akşam oğlanma, prosto bir gün yatmaya geldik, ben özüm vaktim bulmadı ama gelişe bak. Kızdırıp ver bakın size. Hem benimle gördünüz mü? Şimdi bana odam bilen yükledi lekin. Hem benimle özünüz teşrif gördünüz arkasından mı? Hem benimle şu bu çıkmadı. Karan falan bir eğer mübarek kızdırma ve ekibinizi montajlardan bize şuradan teşriflerimiz. Yine akabulaşılarımızdan yaxşı biladir. İşimize cevap veremiz. Kimlik yegamiz kalmamız hammalarga doğrulab berganmiz. Agar doğrulab berganimizda bemalol kommentariy yozishlaringiz mumkin. Kamchiliklar bo'lsa qilib beramiz. Hamisha aytib beramiz videoda qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Maksimal darajada harakat qilamiz. Rahmat shularga, ustalara da. Behuda olib qochib, va'da berib, o'ndatamiz degan gap bo'lmaydi. Real o'yinlarda realni ko'rsatib beramiz. Ustalarim da burada ekan ko'radi, yaxshi ekan. Shu ustalar shu markani o'tirib beradilar. Men o'zim proyektni tuzib beraman, ustalar o'zi tecrübesi yeterli, özel ötüp bilirler, lekin markalarını ötüp bilirler. Çıkıpta kalma işini. Kim bu yana ahırlı bataryasından gösterip ötemiz? Ahırlı bataryası bir yere 15 koyuldu okşaydı böyle. Ahırlı bataryasına 15 koyuldu. Mama ahırlı toşka hesapladılar çünkü bu beyanımızdan soğuk geldi dediniz ağzınız. Ben de ondan soğuk geldi çünkü çok bırak koyduk da böyle. Tenine bırakıp ponla aylangan. Uyunu vakurup hem menini ne aylangan. 32 kilip turbadan hem menini aylangan. Pataçası yarım soğuktu. Lekin üzülgen can yok hem medaylan tuttu da bu. Şimdi kaçoğlan gösterdi bu da kalsa kaçoğ 300 kvadratlık. Bu tip bina bulangan kaçoğ koydu da böyle.